aytadi, qaysi xotindiki agar qishqirsa, xonadorlikka ham bistarlikka va shu xotin shu erning aytganini qilmasa, bahona qilsa u tarafi bu tarafda va shu agar shu kecha uxlasa, noroz bo'lib uxlasa, yuragi og'rib uxlasa, bas tang atqancha shu xotinga osmonda malaklar hammasi la'nat qiladi. La'nat sendek xotingaki erni noroz qildi. Bishlamchi haqqi shulki, agar xohlasaki oroyish qil desa, boyat oroyish qilsin. Xina qo'y desa xina qo'ysin, surma qo'y desa surma qo'ysin. Uyda o'zini xo'p munazzam qilib jo'rlasin uchun. Badbaxtona qaysi yerdagi to'y bo'laman, qaysi yerga qidirmoq bo'laman, shu yerda bular o'zini shunday ham jo'rlaydiki, bilkul oroyishni sirf baxotir shuning uchun. Almorlar oroyishdan to'lgan, sirf baxotir shuning uchun qaysi bir to'yda masraf qilamiz. Bunda emaski, xotin ham o'z oldiga bir kalla bo'lsa, eri o'ziga bir kalla. Har qaysi o'z ixtiyoriga bir joyga ketadi, bir joyga qo'yadi, bir ish qiladi, bir ish qo'yadi. Har narsa qilaman desa o'z ixtiyorida bo'lsa, bunda emas. Erning haqqi borki, xotinda bir joyga ketishdan mana qilsa, qaytarsa, hatto ag'ayniniga borsa, hatto otasiniga borsa ham bidun ijoza erga borishlik, chiqishlik bu yerda durust emas. Alayhissalom aytdik, ey Maos, xo'p mutavajjih bo'l. Agar sajda qilishdik Xudodan boshqaga ijoza bo'lsa edi, hatman xotinlarga aytardim, erlarini sajda qilsin. Ana shu hadisdan boyat bilsinki, erning xotinning ustiga qancha haqqi bor. Bismillah, valhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sadaqallohul azim. Dini mubin islom xotin o'rtasida haq qo'ygan. Agar bir musulmon ki xohlaydiki zindaligida hamisha xushbaxtlik bo'lsin, hamisha tinchlik bilan zindalik qilayin desa, boyat ikki tarafiki Alloh subhanahu va taolo haq qo'ygan. Xotin erning haqqini bilsinki, erning qancha xotinning ustida haqqi bor va erlar bilsinki, xotinning erning ustida qancha haqqi bor va pura agar ado qilsa, inshaalloh shu xonavoda xushbaxt bo'ladi, xushbaxt bilan zindalik qiladi. Avval ham aytdikki, boyat ikki tarafda eshitishlik kerak. Toinki bir musulmonning zindaligi sahih tariqaga, yaxshi zindaligi pesh ketadi. Bashartiki ikki tarafning haqqini ham bilsa va muroat qilsa. Bugun xohlaymizki, ba fazli Parvardigor alam erning xotinning ustida qancha haqqi bor bayon qilsak. Avval shulki Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Xudovand Ziljalol aytadiki, erlar xotinning ustiga sarparast, katta. Bir uyda, bir mahallada bir katta bo'ladi, bir sardor bo'ladi, bir hokim bo'ladi, shuning gapiga quloq soladi, ma'lum. Shundan mashvaralar, shuning farmonida jiradi. Buni qavvom deydi. Sarparast deyiladi. Hamisha boyat shundan bidun ijoza shundan chiqishlik durust emas. Bidun ijoza shundan bir ish qilishlik, bir dashga chiqishlik, hatto otanikan borsam bidun ijoza ketishlik durust emas. Alloh subhanahu va taolo bu sarparastlikni erning boshiga qo'yadi. Xotinning haqqini Alloh subhanahu va taolo shariat mubin islom bayon qildi. Xudovand aytadiki, "Va lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf va lirijal alayhinna daraja." Xotinlarga shuncha haqlar borki, qancha haqlarki erlardiki bor, xotinlarning ham haqqi bor erning ustiga. Ammo bir haqda Alloh subhanahu va taolo yerdagi xotinning ustiga izofa qilyapti. U sarparastlik. Bunda emaski, xotin ham o'z oldiga bir kalla bo'lsa, eri o'ziga bir kalla. Har qaysi o'z ixtiyoriga bir joyga ketadi, bir joyga qo'yadi, bir ish qiladi, bir ish qo'yadi. Har narsa qilaman desa o'z ixtiyorida bo'lsa, bunda emas. Erning haqqi borki, xotinda bir joyga ketishdan mana qilsa, qaytarsa, hatto ag'ayniniga borsa, hatto otasiniga borsa ham bidun ijoza erga borishlik, chiqishlik bu yerda durust emas. Nima uchun sarparastdan boyat ijoza olsin. Xudoyni qasam demasinki, yer eshikdan chiqsa, bul eshikdan chiqsa, buni durust emas. Bir. Ikkilamchisi, erning xotinning ustiga shariat mubin islom aytadi, haqqi shulki,
Er agar kishini xohlamasa uyga kelishlikdan, xotin shuni qo'ymasin uyga kelishlikdan. Agar qaysi bir do'sti bo'lama, hamsoyasi bo'lama, kimdik siyosatma, ya qavmlardan erkakma, har kim bo'lsa ham, er agar xohlamasa-ki uyga kelishligini shuning, xotin boyat ijozat bermasin. Bil haqqi bor erning. Baxotirki yaxshi xotin siyosatlarning Alloh subhanahu va taolo ta'riflarini bayon qiladi. Fas-solihatu qanitatun. Farmonbardor bo'ladi. Er nima desa shuning gapini qabul qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ham so'radi. Yaxshi siyosat kim deganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdi. Tasurruhu idza nazar va tuti'uhu idza amar. Vaqtiki amr qilsa itoat qiladi. Payg'ambarimiz ham aytdi, yaxshi siyosatlarning, solihah xotinlarning sifatlari mana shu. Ishlamchisi haqqi erning xotinning istashilki, beduni ijozai er molini, pulini, zotlarini xarj qilishni durust emas. Qancha kitob keladi, qancha hisobi kitob bor, er boyat, xotin boyat erning molini hifozat qilsin. Bir suratda din mu'min islom ijozat beradiki, shu eriki kanjus bo'lsa, shu eriki bermasa, uychiga bir narsa bermasa, bolalarga bermasa, xotinning erning ustiga haqqi bor ediki, nafaqasini bersin, jiyatigini bersin, kolasini bersin, maskan zindalik qiladigan joyini bersin. Agar shu narsalardan qissa, sig'sa bermasa, bu suratda dini islom aytadi, xotin erning molidan hatto dashirib olsa, masraf qilsa zarurati uchun ijozat bergan. Beg'ayri surat boshqa izofiy mollarini hayfi mayl qilsa, ya xudoy naqosta u yoqqa chocha otanika jitkisa, inanika oparsa, singisiniki, ag'aynisiniki toshsa, bular harom bo'ladi, durust emas. Buni erning haqqi xiyonat bo'ladi. To'rlamchisi, agar er xohlasaki, hambistarlikka, ya'ni xonadorlikka agar er xohlasa, boyat qabul qilsin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadiki, "Valovki agar tandurning ustida bo'lsa ham, valovki tandurning ustida bo'lsa ham, boyat qabul qilsin, aytganini qilsin" dedi. Noni kiyib ketsa ham boyat kesin. Shuncha haqqi bor. Rasululloh alayhisolatu vasallam muborak hadisda aytadi, qaysi xotindiki er agar qishqirsa, xonadorlikka, hambistarlikka va shu xotin shu erning aytganini qilmasa, bahona qilsa, u tarafi bu tarafda va shu er agar shu kecha uxlasa, noroz bo'lib uxlasa, yuragi og'rib uxlasa, bas tang atqancha shu xotinga osmonda malaklar hammasi la'nat qiladi. La'nat sinli xotingaki erni noroz qildi. Erni noroz qildi. Osmondagi malaikalar la'nat qiladi bu xotin. Beshlamchi haqqi shulki, er agar xohlasaki oroyish qil desa, boyat oroyish qilsin. Agar xohlasaki o'zinga qaragin desa, kolalaring sof sutratir, nizofatni ixtiyor qil desa, albatta shul haq ikki tarafdan bor. Misliki xotinning ham haqqi bor, erda boyat eri nizofat bilan jirsin, hamisha sof sutra bo'lsin, hamisha og'izlari bir qism sigareto, nosu, charsu bu narsalarga agar murdor bo'lib ketsa va xotinning tabiati xarob bo'lsa, bu suratda keyin xotinning haqqi zoya bo'ladi. Ikki taraf ham boyat nizofatni ixtiyor qilsin. Xotinning ham haqqi borki nizofat bo'lsin erning ham haqqi borki xotin boyat nizofat ixtiyor qilsin. Agar oroyish qolaydi, oroyish qil desa oroyish qilsin. Xina qo'y desa xina qo'ysin, surma qo'y desa surma qo'ysin, uyda o'zini xo'p munazzam qilib jo'rlasin er uchun. Badbaxtona xeyli siyosatlar, iddiy siyosatlar shulki, qaysi yerdagi to'y bo'lama, qaysi yerga qidirmoq bo'lama, ana shu yerda bular o'zini shunday ham jo'rlaydiki, bilkul oroyishni sirf baxotir shuning uchun. Almorlar oroyishdan to'lgan, sirf baxotir shuning uchun qaysi bir to'yda masraf qilamiz. Ammo yeri bechora ertan bilan chiqib ketadi, yeri bechora ertan bilan chiqib ketadi, oshiqam charchab keladi va u xotinni ko'rsaki 25 yashar xotin misli bir 40 yillikdagi xotindek ko'ziga ko'rinsa, voqean noumid bo'ladi. Bas bu yerda agar shu erlar shu xohistalarki, xohishlarki pura bo'lmadi xotinning, ko'rib xotindan shu o'zining orzusi pura bo'lmasa, xushhol qilmasa, yana bir xotin olaman deb aytsa, xotinlar gunohni o'zidan ko'rsin. Nima uchunki nima uchun dilini topmading? Nima uchun shuni orzusini, nima uchun shuning xohishini pura qilmading? Oroyishda iste'mol qilmang shuni muqobilaki shu erning ko'zini saqlasin debki boshqa nomahramlarga qarashlikdan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdiki,
Behtarin xotin shulki tasurruhu idha nazar. Vaqtga uning tarafiga qarasang seni xushal qilsa. Uning tarafiga betiga qarasang xushal qilsa, va tuti'uhu idha amar, vaqtga amr qilsang seni itoat qilsa. Ha deganda ma deb chiqarib bersa, ha deganda ma deb ishini insonning omoda qilsa. Xudovandi Karim Qur'onda mana shu solih xotinning sifatlarini aytadi. Fas-solihat, soliha xotinlar qonitatun, ya'ni muti'atun, farmonbardor bo'ladi. Oltilamchisi haqqi 3 kundan izofa nima qilmasin? Tarki zinat qilmasin. Masalan, xotinning bir qavm xishlaridan qaysi dunyodan ketadi. Ag'aynisi, yenasi, otasi bir qavmlardan qaysinisi ketadi. Badbaxtona bu siyosar bechoralar nodonlikdan, nofahmlikdan pura bir jil o'zini aslan kolam jadid kola jo'llamaydi, yigitlardan kola jo'llamaydi. Bas, bu nojoiz. Boyat tarki zinat 3 kundan izofa tarki zinat qilmasin, balki 3 kundan so'ng dobora o'zini zinat qilsin. Agar kola jo'ladimi, hech mushkuli yo'q. Badbaxtlik bir rasm ravojib qolgan, agar birtasi qavmdan o'li siyosar mardimlar so'ng bir jilgacha yigitlardan kola qilmaydi. Erkaklar qiladi xo. Xotinlar o'zlariga zulmni o'zlari olgan. Va har surat hatto xotiniki roza tutaman deydi, rozani ham boyat eridan ijozasin, rozai nafilini. Rozai nafili hatto xotinlarga ijoza emas, to eridan ijoza emas. Eridan boyat ijoza olsin deydi. Bas tarki zinat bo'ldi, bu ham erining haqqi zoya bo'ladi. Bas mana shu 6 haq bo'ldi. Avval shulki sarparast erlar xotinning sarparast bo'lyapti. Buna xotin. Bas bidun ijoza er qat'an joiz emas, hatto otaniga borish ijoza emas. Qaysi xotiniki bidun ijoza er bijiga chiqadi, bas ul gunohkor bo'ladi. Xususan agar xotiniki o'zini atr urib chiqsa, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadi: "Ayyama imra'atin kharajat min baytiha mu'attara fa hiya zaniya." Ushlab aytgan. Qaysi xotiniki uydan atr urib chiqadi, ko'chaga, dashga chiqadi, bas u xotin toki uyiga qaytgancha ul zino qiladi. Al-ayozu billah. Bir, ikkilamchi haqqi shul bo'ldi. Kimniki yer qolamasa shuni ijoza bermasin. Uchlamchisi molini bidun ijoza masraf qilmasin, xarj qilmasin. 3. To'rtlamchisi ham bisalik agar talab qilsa bo'yat qabul qilsin. Nofarmonlik qilmasin. Beshlamchisi oroyishga agar da'vat qilsa, oroyish qildisa, oroyish qilsin. Oltilamchisi tarki zinat qilmasin. Falon inson o'ldi, faloni o'ldi, bunday bo'ldi. Baxotir shuning uchun hech o'ziga tavajjuh bermasa, ko'ylak kiymasa, toza ko'ylak qilmasa, bu ham erning haqqini zoya qilyapti. Xotinlarning ustiga erning haqlari. Faqat bir hadisdan aytaman. Hazrat Muaz radhiyallohu anhu vaqtiki Shomga qarab ketdi. Shomdan so'ng qaytib kelgandan so'ng Muaz radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom oldiga keldi. So'ng Rasululloh alayhisolatu vasallam so'radiki: "Ey Muaz, nima deysan?" Muazning raftoridan, to'xtashligidan, holatidan bildiki: "Ey Muaz, nima qilmoqchisan?" Aytdi: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men Shomga borib ko'rdim, mardum o'z kattalarini sajda qilar ekan. Agar ijoza bersangiz biz ham sizni sajda qilamiz" dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdiki: "Ey Muaz, xo'p mutavajjih bo'l. Agar sajda qilishdik Xudodan boshqaga ijoza bo'lsa edi, hatman xotinlarga aytardim, erlarini sajda qilsin." Ana shu hadisdan boyat bilsinki, erning xotinning ustiga qancha haqqi bor. Bir mardaka qizi fotiya bo'lmoqchi edi. Uning qizi aytdiki: "Men to'y qilmayman" dedi. Otasiga aytdiki: "Men to'y qilmayman. Meni qabul qilmayman" dedi. Buning otasi keldi payg'ambar alayhisalom oldiga ketdiki: "Mening qizim beadab" dedi. Bu gapni qabul qilmaydi. Qizi keldi payg'ambar alayhisalom oldiga: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, oya bizlar haqqimiz bormi, yo'qmi-ki bizlar erning haqqini so'rasak? Ki erning qancha haqqi bo'ladi xotinning ustiga? Toki men shu haqlarni bilmasam, men to'y qilmayman" dedi. Subhanalloh, qanday qiz edi, qanday siyosar edi bular. Mabodo agar yerga teggandan so'ng yerning haqqini zoya qilsam, zindaligim tabo bo'lsa, nima kerak unday zindalik? Avval shu uyga bormay to'xtab boyat yerning haqqini men bilayin, shu haqqini ado qilayin dedi. Siz ayting ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yerning nima haqqi bor, xotinning ustiga qancha haqqi bor dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdiki: "Ey musulmon qizi, xo'p diqqat qilgin. Agar eringning badaniga donalar chiqib qolsa, elpachak ursa, ya donadan ering chiqib qolsa, shu eringlarini hatto agar tiling bilan jalab ham xalos qilsang, boz ham eringning haqqini ado qila olmaysan." Shundan ham ma'lum bo'lyapti qancha haqqi bor.